Andijon viloyati Oltinko'l tumanidanman, Muxtor va Sayroxonman. Yoshim 55da. Oldin dalaga chiqqanmiz, gektarlarda ishlaganmiz. G'o'zaga chiqqanmiz. Shu ekinlar ekkanmiz shu. Tizzam og'riydigan bo'lib qoldi. Artroz deyishdi, suyak yemirilishi. Sekin-sekin bu narsa kuchayib ketdi. Keyin oldin bittasi, keyin bittasiga o'tdi. 10 yildan beri shu ahvol. Ha, shu 2 yildan beri belim ham og'riydigan bo'lib qoldi, dumg'asi soham. Kechasi-yu kunduzi og'riq bir xilda og'rirdi, rosa qiylanardim buni ichmasdan oldin. Nechinchi stadiya dedi? 3-chi, 4-chi, bittasi 3, bittasi 4 deyishgan. Kimga ko'ringan bo'lsangiz, adashmasam hammasi farg'at srochniy operatsiya jarrohligi. Bittasi bir yildan keyin yana bittasini qilamiz deb shunaqa deyishdi. Men ko'pchilikka aytaman-da, operatsiyaga borsangiz, bitta oyoqni operatsiya qildiraman, bo'ldi deb bormang. 3 oydan keyin ikkinchisiga kelasiz deb aytadi deyman-da. Xuddi shunaqa dedimmi? Har xil ukollar, kollagenlar tizzangizga olgan bo'lsangiz kerak, yana kamida. Ukollar olganman rosa tizzalarimga. Mana shu reklamadagi nutva mahsulotini ko'rib, shunga ichishga qaror qilib, mana 3 yil bo'ldi, hali ham ichishda davom etyapman. Hozir ham davom ettiryapman. Bittadan ichyapman hozir. Yaxshiman holatim. Ancha yaxshiman. Buni dumg'azalaridagi belli og'riqlar qoldi. Oshqozonim bezovta qilar edi, ovqat hazm qilishga qiylanar edim. Allergiya yo'tallardan qiylanardim. Shularga rosa foyda qildi. Yana qo'shimcha Alijon Bahoraxondan giyohlar yozib ularni ichdim. Hozir holatim yaxshi. Unaqa qon bosimlar bezovta qilmay qo'ydi. Vanisida ko'p yotardim shu qon bosim bo'yicha ham. Yo'q, umuman tizzalarim qotib turganimda 5 minut, 10 minut mana shu tikka turganimcha qiylanib, inekin bosib ketar edim. Hozir unaqa holatlar yo'qolib qolgan. Bu neylanish bundan? Kilo 800 ming. Mana shuni olamiz. Har ikkita o'g'lim, bitta qizim bor. Nevaralarim bor, turmush o'rtog'im bor. Ular qanaqa qaryaptilar? Ular yaxshi vaqtida olib beradi. Men zakaz qilmasimdan oldin o'zi zakaz qilib qo'yadi. Dorizon yoniga keldi, chiq qarab tur deydi. Har bir kun zakaz qilib, ertasiga erta bilan yetkazib kelishadi. Uyda yordam beraman kelinlarimga, uy ro'zg'or ishlariga, ko'rpa to'shaklarni o'zim bemalol qavib qila olaman. Yaxshi orqali yaxshiman. Yaxshi bo'lib qolsam, sog'ayib, yana ham yaxshi bo'lib qolsam albatta. Lekin o'tlarni terib, baribir hovlida ham ish qilib yuribsizmi? Yuraman, uyda ham. Sog'liq uchun bir mashqda bajaradigan mashq o'xshaydi. Mehnat qilsangiz-da, hammangiz harakatda bo'ladi, qotib qolmaydi. Yo'q, to'xtatmoqchi emasman. Yana davom ettirmoqchiman. Alijonga ham, vrachlarimizga ham rahmat. Qachon maslahat so'rasak berishadi, yordam berishadi. Eldorbek, Bahoraxon, kechasi ham, kunduzi ham yozaveramiz, javob qaytaradi. Bugun kech payt nima desam, 7 yoshar nevaram bor. Alijon bilan 2 marta ko'rishgan. Bu qayerga borasiz dedi, ertaga Alijonni ko'rgani boraman desam, yig'ladi, meni olib bormaysiz ekan deb. Ertalab yig'lab qoldi. Nimaga meni Alijonni oldiga olib bormaysiz deb. Rosa yaxshi ko'radi. Gelmentis ichirganman unga ham. 2 marta yoniga olib kelganman, chaqirganda klinikaga. Shunda rasmlarga tushgan, yaxshi ko'rib qolgan ekan. Bo'pti, sog' bo'linglar.